arzon degani, hali emas, sifatli degani emas. Videolarimizni ko'rib borsanglar, mana xudo xolasa arzon, sifatli, chiroyli ishlarni arzonni qilib beraman. Hop, 2 qirrali, 3 metrlik va 3 qirrali ishlarimiz bor. 280 ishlarimiz bor. Bo'lib chekadan boshlaydigan bo'lsa, 3 metrli mebelimiz, materiallar aktil bo'lgan, orqalari granit bo'lgan, stollarning usti rossiyskiy stolnitsa bo'lgan. Hop, ko'rib turganlarga osha-moshalari, tortmalari ham vakuumli bo'ladi. Polni hammasi. Xullas, mebellarimizga shunaqa narsalar ishlatganmiz. Hammasini narxini aytib o'tib ketaman. 3 metrliklarning narxi 4.600.000 so'm, dastavkalar ichida bo'ladi. 280 larning narxi 4.200.000 so'mdan. Bu yerda ham mana o'ng taraf, chap taraf deganlarga bular 2 qirrali laminat mebellarimiz. Fasad qismi ham, korpus qismiga ham laminat ishlatganmiz. Bular 3.300.000 so'mdan. Hop, bu yerda 280 lik laminat ishlarimiz bor. Yonida bitta shkaflari bilan bo'ladi. Hop, bu mebellarimizni 3.700.000 so'mdan chiqarib beramiz. Bular ham o'ng chap kimga qanaqa xolasa shunaqasidan bo'laveradi. Juda ham arzon, sifatli. Bularimiz ham polni 280 lik. Bu to'g'ri degan 2 qirrali. Bu 2 qirrali akil mebelimiz bor. Bularimiz 3.600.000 so'mdan bo'ladi, hurmatli obunachilar. Hop, bu yerda bularimiz ham 2 qirrali, 280 lik akrillarimiz bor. Bularimiz ham 4.200.000 so'mdan bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, bu 3 metrli laminat mebellarimiz. Bular 4.200.000 so'mdan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Rahmat hammaga. Hammasini stollarning usti zavodskiy stolnitsa, orqalari granit, osha-moshalar davchi vakuumli bo'ladi. Kimga qaysi biri kerak bo'lsa, videoni shunday screenshot qilasizlar, lishkaga tashlaysizlar yoki telegramdan yozsanglar, narxlarni chiqarib beramiz.